Bugun insonlar Ramazon oyida har doimgidan ham ko'proq ovqatlanish tartibiga e'tiborliroq bo'lishlari kerak bo'ladi. Bugun ana shu mavzu haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz ovqatlanish bolalar va o'smirlar gigiyenasi kafedrasi katta o'qituvchisi Mahamatov Umidjon Shoirijonovich. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umidjon aka, aytingchi, mana Ramazon oyida insonlar to'g'ri ovqatlanishga qanday e'tibor berishi kerak va nimalarga ahamiyat qaratish zarur? Shu xususida gapirib bersangiz. Ro'za Ramazon oylari shunday oyga to'g'ri keldiki, ya'ni hozir bilasiz, ilk yuzildi vaqti yetib keldik. Shuning uchun ayniqsa biz saharlik va iftorlikda tabiiy ko'katlardan tayyorlangan mahsulotlarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Ayniqsa shu ko'k somsalar, ko'k montilar va shunga o'xshagan mahsulotlarni ko'proq taomnomaga kiritib iste'mol qilishimiz tavsiya qilinadi. Endi saharlikdan boshlasak, ertalab turib saharlikka masalan kasali bor insonlar, qo'shimcha kasali bo'lsa, ozgina taomlanib, shundan so'nggina dorilarni 10-15 daqiqa davomida iste'mol qilib, undan keyin oqsilga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishimiz kerak. Xususan, go'sht va go'sht mahsulotlari, tuxum va tuxum mahsulotlari, sut va sut mahsulotlaridan tayyorlangan taomlarda iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Sabab bizni kundalik davomida energiyamizni qoplash uchun bu mahsulotlar ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Endi buni ko'proq insonlarning mehnat turidan kelib chiqqan holda tavsiya qilamiz. Biz asosan o'qituvchi va talabalar bo'lganligimiz uchun yengil hazm bo'luvchi mahsulotlarni berish tavsiya qilamiz. Hop. Ertalab saharlikka 2 dona tuxumni qaynatib iste'mol qilish yoki uncha ko'p bo'lmagan o'simlik yog'idan tayyorlangan yog'larda pishirib iste'mol qilish tavsiya qilinadi va ertalabki bo'tqalar, sutdan tayyorlangan bo'tqalar, pirojnik, kam shakar qo'shilgan pirojnik va tvoroglarni berish tavsiya qilinadi. Iftorlik dasturxoniga biz o'zbek xalqida yo suv bilan yoki xurmo bilan ochish tavsiya qiladi ro'zani. Shuning uchun ro'zani xurmo va 1 stakan suv bilan ochganimizdan keyin issiq taom berish tavsiya qilinadi, ya'ni issiq sho'rvalar va shunga o'xshagan issiq taomlar berish tavsiya qilinadi. Undan keyin go'sht va go'sht mahsulotlari berish yoki tuxum va shunga o'xshagan haligi yengil hazm bo'luvchi taomlarni iste'mol qilish tavsiya qilinadi, chunki biz iftorlikdan keyin ko'proq uyquga ketamiz. Shuning uchun og'ir hazm bo'luvchi sho'r va qovurilgan mahsulotlarni iste'mol qilmaslik tavsiya qilinadi. Kundalik hayotimizda 2-3 litr suv iste'mol qilishimiz kerak bo'lsa, shuni saharlik va iftorlik vaqtida bo'lib iste'mol qilishimiz kerak. Ya'ni kuniga 6-8 stakan suv iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Saharlikda va iftorlikda shuni bo'lib ichish tavsiya qilinadi.